Assalomu alaykum. Maylimi bitta savol Salom. bersam, vaqtingiz Xo'p, bo'lsa? Charchamayapsiz. xo'p, Ustoz, hozirgi paytda juda bir katta bir global narsa. Agar bundan oldin javob bergan bo'lsangiz uzr, men eshitmaganman. Mishari bin Roshid hazratlari haqida hozirgi ko'ryapmiz Instagramlarida juda ko'pchilik haqorat qilmoqda. Tabiiyki o'zimizni o'zbeklar ham qarasam haqorat qilib, buni men tilovatini boshqa eshitmayman deyishyapti. Tabiiyki bu haqorat qilinayotganlarga biz qarshi bo'lsak ham, lekin u kishini Alloh yo'lida yaxshi ko'ramiz. Shu ahli ilmlarni pozitsiyasini tabiiyki ahli ilmlardan so'raymiz. Shu borada fikringiz, u kishi hozir to'g'ri yo'ldami yoki noto'g'ri yo'ldami? u bunga o'xshagan masalalarda shoshqaloqlik qilmasligimiz kerak. To'g'ri mulohaza qilyapsiz. Holati vaziyatini bilmaymiz. Mishari Roshid hafizahullohning hozirgi turgan siyosiy vaziyati balki shuni taqozo qilar. Eronga qarshi har turli gaplarni gapirishi o'sha Saud oilasidan, ularni hukmidan qo'rqish natijasi ham bo'lishi mumkin. Mashhur ahli ilmlarimiz o'sha Makkada, Madinada yurganlarida maturidiylik mavzusi ko'tarildi. Maturidiylikni adashgan, ahli sunna emas degan bahslar bo'ldi. Ba'zi o'sha tomondagi kishilarimiz ham maturidiylik haqida biroz yengilroq gaplarni gapirishganda men aytdimki, ularni to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir Madinada turib, jomiyada o'qib turib, Makkada turib, Ummul Quroda bo'lib turib, Imom Maturidiy to'g'ri bo'lgan desa haydaradi o'qishdan. Mavlud haqida Saudiyada mavlud qiling, qamaydi sizni. Uni e'tiborga olish kerak. Bizda qamasa qamoqda yaxshi maishat qilib chiqib keladi ba'zi odamlar. Endi qamoqni yaxshisi bo'lmaydi, lekin maksimum qamaydi bizda. Saudiyada qatl bor, o'ldiradi. Bitta hukmni shuna bo'yniga iladi-da o'ldirib yuboradi. Hukmi bor ularda. O'shaning uchun ularni to'g'ri tushunish kerak. Qancha olimlarni o'limga hukm qilgan, yotibdi anaqada zindonda o'limni kutib. Butun dunyo to'polon qilib inson huquqlarini baqirib turgan uchun to'xtab turibdi, lekin ijro qilyapti ular. O'lim hukmi bor. O'shaning uchun Mishari Ar-Roshid kabi qalbida Qur'oni bor odamlar haqida aytgan gapini to'g'ri emas deymiz. Shu bilan kifoyalanamiz. O'zi haqida uni haqorat qilish, kamsitish to'g'ri emas.